Cobalt patologi bo'ladi. Biz bunga qora Equinox avtotikandan yopishtirib berganmiz. 6 ta stoyka va 2 ta kazirogi. Keyin ana plastmaslari oq bo'ladi. Biz bunga kraska sepib berdik. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelinglar. Chiroyli qilib mana shunday salonlaringizni qop-qora qilib beramiz. Biz yana Equinox avtomobilni olib qo'yganmiz. 3 sloy polirovka bo'libdi akalar. Bitta narsani o'zib ko'rsataman sizlarga. Как раз Equinox qora avtotikan deyiladi. Uni men sizlarga ochib patologini ko'rsataman, qora ekanligini. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Даже bu ham bizaniki materialda qop-qora emas ekan. Sal serroq ekan. Bizaniki akalar qop-qora turadi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu Equinox. Sal serroq turadi. Buni stoykalari kraska ekan. Patologi faqat avtotikan ekan. Bizda даже stoykalarni ham material qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa akalar, kelinglar, shunaqa chiroyli taxlab beramiz. Sog' bo'linglar akalar. Salomat bo'linglar.